Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizni kuzatib borayotgan aka-ukalar. Xo'p, kuzgi mavsumga xudo xolasa benzinli elektrический mototsiklimizdan aksiya e'lon qilganmiz. Demak, bir qator tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Kabinali va kabinasi yo'g'idan. Kabinasi yo'g'i 4 ta galogenli bo'ladi. LED lampa bilan jihozlangan. Akkumulyatorlari 70 talik 6 dona bosib beramiz do'stlar. Bir zaryadkasi bilan 70-80 km yo'l bosib beradi. Yangiligimiz 2000 miya motor bosilgan. Demak, motori 2000 talik, miyasi 2000 talik do'stlar. Qo'shimchasiga kaska, domkrat, balon ключ, zapas balonlar qo'shib beramiz. Demak, aksiya narximiz yozgi kunlarida, demak, sezon vaqtida 15,5 million sotilgan mototsikllarimiz 13,5 million so'm baholaymiz. Yana kelishtirib beriladigan joyi bor do'stlar. 13,5 million so'm baholaymiz. Kelishtirib beriladigan joyi bor. Tushganimiz sababi o'sha nomer texpasport olish uchun ham, demak, o'zini narxiga to'g'ri keladi shunda do'stlar. Kabinali mototsiklimizni 14,5 million so'm baholaymiz do'stlar. Aksiyaga tushgan. Zapas balon, kaska, domkrat, balon kulishlari qo'shib beriladi. Demak, bo'lib to'lashga olaman degan aka-ukalarimizdan bosh to'lov qilinadi 5-6 million so'm. Qolgani kelishilgan holatda bo'lib berishga, ya'ni halol nasiyaga ham qilib beramiz do'stlar. Benzinli mototsiklarimizdan ham xuddi shunday halol nasiyaga qilib beramiz bo'lib to'lashga. Manzilimiz Jizzax shahar, demak, bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaringiz mumkin. Kuzgi mavsumga, demak, aksiyalarimiz juda chiroyli narxda. Bemalol tashrif buyurib, narxlarni savdo qilib olishlaringiz mumkin do'stlar.